Bahorning iliq nafasi yuzimni silab, sochlarimni o'ynardi. Quyosh nurlari keng dalaga yoyilib, endigina bosh ko'tarayotgan maysalarni erkalardi. Atrofda yoqimli sukunat hukm surar. Faqat uzoqdan eshitilayotgan qushlarning ovozlari sokinlikni buzardi. Men bu go'zallikdan mast bo'lib, bir qo'lim bilan yuzimga tushayotgan sochimni orqaga tashlagancha olis-olislarga tikilardim. Yonimda xolamning o'g'li turardi. Bizni bu yerga nima yetaklaganini o'zim ham bilmayman. Shunchaki shaharning shovqin-suronidan charchab, tabiat qo'yniga sokinlik istab kelgandik. U menga qarab jilmaydi. Uning kulgusida men uchun butun bir olam mujassam edi. Uning ko'zlarida allaqanday bir kuch bor edi. Bu kuch meni doim o'ziga tortardi. Biz bolalikdan birga o'sganmiz. U menga doim g'amxo'rlik qilgan, himoya qilgan. Uning yonida o'zimni doim xotirjam his qilardim. U mening eng yaqin sirdoshim bo'lgan. Charchamadingmi? Deb so'radi u mayin ovozda. Yo'q. Sizchi? Sen yonimda bo'lsang hech qachon charchamayman. Uning bu so'zlari yuragimni qitiqlardi. Men uyalganimdan yuzimni chetga burdim. U esa buni sezib kulimsiradi, ohista qo'limdan tutdi. Uning kaftlari issiq va yumshoq edi. Bu teginishdan butun vujudim titrab ketdi. Yur, dedi u, anavi tepalikka chiqamiz. U yerdan butun atrof kaftdek ko'rinadi. Men xo'p deya bosh irg'adim va biz tepalikka qarab yo'l oldik. Uning qo'llari qo'llarimni mahkam siqib olgandi. Men bu lahzalarni hech qachon tugamasligini istardim. Tepalikka chiqqanimizda haqiqatdan ham butun dala cheksiz, chiroyli ko'rinardi. Quyosh sekinasida botib, osmonni qizg'ish ranglarga bo'yamoqda edi. Bu manzara shu qadar go'zal ediki, beixtiyor voy deb yubordim. Yoqdimi? So'radi u ko'zlarimga tikilib. Juda ham, dedim men hayratimni yashira olmay. Biz bir muddat jim qolib quyosh botishini kuzatdik. Bu jimlikda minglab so'zlar, anglab bo'lmas tuyg'ular bor edi. Men uning yonida o'tirar ekanman, yuragimni duk-duk urishi tezlashayotganini his qilardim. Bu tuyg'u menga notanish emas edi. Men uni yaxshi ko'rishimni allaqachon anglab yetgandim. Ammo sevgimni unga ayta olmasdim. Chunki biz qarindoshmiz. Ota-onamiz nima deydi? Bu savol xayolimga kelishi bilan kayfiyatim tushib ketdi. Nima bo'ldi? Nega xomushsan? Uning ovozi meni xayollarimni chalg'itdi. Hech nima, dedim jilmayib. Mendan nimanidir yashiryapsan. Yo'q, hech nimani yashirmayapman. Ko'zlaring aytib turibdi. U menga shunday bir nigoh bilan qaradiki, men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Uning ko'zlarida shunday bir ma'no bor ediki, bu meni dovdiratib qo'ydi. Men uning nigohiga dosh berolmay, ko'zlarimni olib qochdim. Menga qara, dedi u. Men sekin unga qaradim. Seni nima qiynayotganini bilaman. Bu so'zlarni eshitib, yuragim shuv etib ketdi. Nahotki u hammasini bilsa? Qayerdan bilasiz, dedim duduqlanib. Buni sezish qiyin emas. Sen ham menga befarq emassan. Uning bu so'zlari meni hayratga soldi. Demak, u ham meni. Men nima deyishni bilmay qoldim. Sen hech narsa dema, dedi u va barmog'ini labimga bosdi. Hammasini o'zim aytaman. Men seni yaxshi ko'raman. Bolalikdan beri yaxshi ko'raman. Faqat buni aytishga qo'rqardim. Sen hali yoshsan. Meni tushunmasligingdan qo'rqardim. Uning bu gaplari quloqlarim ostida jaranglab, butun vujudimni qamrab oldi. Men quvonchdan yig'lab yuborishimga bir bahya qoldi. Men ham sizni yaxshi ko'raman, dedim pichirlab. Bu so'zlar og'zimdan qanday chiqib ketganini o'zim ham bilmay qoldim. U sevinganidan meni mahkam quchoqlab oldi. Uning quchog'ida men dunyodagi eng baxtli qiz edim. Biz ancha vaqt shunday turdik. So'zlar keraksiz edi. Biz bir-birimizni so'zsiz tushunardik. Quyosh butunlay botib, atrofni qorong'ulik qoplay boshladi. Ammo bizning qalbimizni yoritayotgan sevgi nuri atrofni charog'on qilib turardi. Biz tepalikdan tushib uyga qaytishga hozirlandik. U mashinani o't oldirdi.
Men esa oldingi o'rindiqqa o'tirib unga tikilib borardim. Uning yuzida quvonch tabassumi josh urib turardi. Endi nima bo'ladi? So'radim men xavotir bilan. Hammasi yaxshi bo'ladi, dedi u ishonch bilan. Biz birga bo'lamiz. Hech kim va hech narsa bizni ajrata olmaydi. Uning bu so'zlari menga dalda berdi. Men unga ishonardim. Biz uyga yetib kelganimizda allaqachon kech bo'lgandi. Oyimlar xavotir olib o'tirishgan ekan. Bizni ko'rib yengil tortdi. Qayerda yuribsizlar buncha vaqt? So'radi onam. Aylanib keldik, dedi u xotirjamlik bilan. Biz ichkariga kirdik. Men o'z xonamga kirib yotoqqa o'zimni tashladim. Bugungi kun hayotimdagi eng baxtli kun edi. Men sevgan insonim ham meni sevishini bildim. Bundan ortiq baxt bormi dunyoda? Men shu xayollar bilan uxlab qoldim. Ertasi kuni men yangi bir inson bo'lib uyg'ondim. Hayotga bo'lgan qarashlarim o'zgargandi. Men endi yolg'iz emasdim. Mening sevgilim, himoyachim bor edi. Bizning munosabatlarimiz kundan kunga mustahkamlashib borardi. Biz har kuni uchrashardik. Ba'zan kinoga, ba'zan esa shunchaki shahar aylanardik. Uning yonida o'tgan har bir daqiqa men uchun bayram edi. Ammo bizning baxtli kunlarimiz uzoqqa cho'zilmadi. Bir kuni u menga jiddiy gap borligini aytdi. Biz har doimgidek o'sha tepalikka chiqdik. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? So'radim men xavotir bilan. U uzoq vaqt jim qoldi. So'ngra og'ir xo'rsinib gap boshladi. Men armiyaga ketmasam bo'lmaydi. Bu so'zlar boshimga gurzidek urildi. Men bir lahza o'zimni yo'qotib qo'ydim. Qachon? So'radim qaltiroq ovozda. Bir haftadan keyin. Bir hafta. Bu juda kam edi. Men uning ketishini istamasdim. Bormasangiz bo'lmaydimi? Dedim yig'lamsirab. Yo'q, men borishim zarur. Men uning bu qat'iy qaroridan so'ng hech narsa deya olmadim. Faqat yig'lardim. U meni quchoqlab yupatishga harakat qildi. Yig'lama. Men albatta qaytaman. Meni kutasanmi? Albatta kutaman, dedim men ko'z yoshlarimni artib. Bir hafta ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi. Uning ketadigan kuni ham keldi. Men uni kuzatish uchun vokzalga bordim. Men ezilardim. Uni bir umr ko'rmaydigandek tuyulardi. Poyiz o'rnidan jilishi bilan men o'zimni tutib tura olmadim. Uning orqasidan yugurdim. Meni tashlab ketmang, deb qichqirardim. U poyiz oynasidan menga qarab qo'l siltardi. Uning ko'zlarida yosh bor edi. Poyiz uzoqlashib ko'zdan g'oyib bo'lguncha uning orqasidan qarab qoldim. So'ngra yerga o'tirib unsiz yig'ladim. Shundan so'ng men uchun zerikarli, mazmunsiz kunlar boshlandi. Oradan 1 yil o'tdi. Uning qaytishiga sanoqli kunlar qoldi. Men bu kunni intizorlik bilan kutardim. Uning kelishiga atab eng chiroyli ko'ylagimni kiydim. Go'yo bugun to'yim bo'ladigandek yasandim. Nihoyat u keladigan kun ham yetib keldi. Men yana vokzalga bordim. Poyiz kelib to'xtadi. Yo'lovchilar birin-ketin tusha boshlashdi. Men esa ko'zlarim bilan uni qidirardim. Nihoyat u ko'rindi. U harbiy kiyimda, yanada ko'rkam, yanada kelishgan bo'lib ketgandi. Men unga qarab yugurdim. Keldizmi? Dedim men hansirab. Keldim, dedi u jilmayib. Biz bir-birimizni mahkam quchoqladik. Dunyo bir lahzaga to'xtab qolgandek bo'ldi. Biz vokzaldan chiqib to'g'ri o'sha tepalikka bordik. Bu yer bizning sevgimizga guvoh joy edi. Biz yana quyosh botishini birga kuzatdik. Endi bizni hech kim ajrata olmaydi, dedi u qo'limdan tutib. Hech qachon, dedim men uning ko'zlariga tikilib. Bizning oldimizda butun bir hayot turardi. Biz birga baxtli bo'lishimizga ishonardik. Chunki bizning sevgimiz hamma narsadan ustun edi. Biz o'z baxtimiz uchun kurashishga tayyor edik. Chunki sevgi hamma to'siqlarni yengib o'tishga qodir.